Assalomu yurtdoshlar, kanalimiz kuzatuvchilari, bir etajli hovli joyni sotib olgan ekan. Ugulovda joylashgan mod tayyor ko'chada. Ko'rib turganingiz bolalarimiz ham joyliqlar bor yonimizdan. Lokatsiyani tushuntiradigan bo'lsak, Ptissadan yurtdoshlar, Shavat yo'ldan chap tarafga Ptissa aylansazlar, shu yerda bo'ladi. Gaz susiyetdan muammo yo'q yurtdoshlar. Yonimizda mina Ugulovda joylashgan mestasi bor. Yerimiz ham Genkaga. Birga ikkita ko'rib danishib chiqamiz. Bismillah. Uyimiz tayyor. Hem bir fonda chiqib turibdi yana. Uyimiz balandligim zo'r. Jihozlar ham o'zi yetadi ekan yurtdoshlar. Birimizda umonlik tashalgan ataplarimiz, biri o'rnatilgan Ariston katyolimiz bu yerda ekan. Yan tarafimizda yana girish qismi. Jihozlar ham o'zi yetadi ekan. Sroshni sotib olgan yurtdoshlar. Birimizda kuxnya e'tibor beramiz. Kuxnya joylashgan bu yerda. Fonda turibdi. Yan tarafimizda sanuzel. Vana to'ychamiz bu yerda, birimiz dushovga yetib qo'yibdi mana. Eshiklarimiz akva bo'ladi. Doğrumuzda zal, chap qo'limizda spayli. 2 xonali uyimiz, bir dalan. Spayli bu yerda yana ko'rib turganingizdek, ham bir fonda. Ugulovda joylashgan yurtdoshlar, 2 xonali kvartirani pulini chiqardi. Ko'na domdan bahasında, hozir bahasini ko'rasizlar. Stroy sotib olgan. Kim makul olsa reski telefonumla xulasa ikkab ko'rsatamiz. Egasi bilan bog'lantiramiz. Eshiklarni MDF eshikdan qo'yilgan. Oyoq telamiz yog'och pol. Bu tarafimizda zal. Mehmonxonamiz yana. Zalimizni kengligi ham zo'r ekan. Fotoqlarimiz ham shunday buzatilgan yana. Yurtdoshlar, narxina keladigan bo'lsak, narxi 330 million deb turibdilar. Kim makul olsa ekranimizda berilgan nomerlarimizga chiqaverasizlar. Stroy sotib olgan yurtdoshlar, sotiladigan uylar bo'lsa bemalol telefonga sotishlardan beradi. Bu xususiy video kanalida e'tiborlar uchun rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.